Sizlar bilan bugun TonePic saytida o'tamiz. Saytda bunda pul ishlashingiz, sarmoyasiz pul ishlashingiz mumkin. Videodan oldin like, komment, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Bu saytda ba'zan video kommentariyasida yoki описаниеda bo'lib o'tadi. Sizlar kirganingizdan keyin Sing Up mana shu yerda turadi. O'shani bosasizlar. Birinchisiga nominglarni любой qanaqa nom, ikkinchisiga email, o'zingizlarnikini kiritishingizni tavsiya etaman va maslahat beraman, chunki pul chiqayotganingizda xato bo'lib qolishi mumkin, chiqmaydi. Menimcha ikkita bir xil parol. Keyin bunga yozmasanglar ham bo'ladi. Edit proverkani bosib, yashil pitichka chiqqandan keyin shunaqa Sing Up tugmasini bosasizlar. Endi men hozir o'zimning akkauntimga kirib o'taman. Mana do'stlar, o'zimning akkauntimga ham kirib oldim. Undan oldin yana like, komment, obuna bo'lib qolishni esdan chiqarmanglar. Yana bitta narsa, bu kanal nomi foydali video kanaldasizlar. Mana endi 5 minut bo'libdi aniq qilganimga. Voy, 5 minut. O'shani bosasizlar. Emailinglarni tasdiqlanglar do'stlar. Men tasdiqlaganman. Status ya'ni sozlamalardan turib xabar boradi, keyin emailga kirib tasdiqlab qo'yasizlar. Keyin mana bu yerda 10 ta bonus bo'ladi. Keyin bu yerdan keyingi bo'limiga o'tamiz. 002 Tron bor. Tron narxini ham hozir ko'rib o'tamiz. Xatolik yuz berdi dotda. Tron narxi 0.02, ya'ni 5 tasi $1, 5 tasi 13,000 so'm. Bu tamza dice yoki rulet. Men dice'ga kirmayman. Sizlar bilan hozir level qachat qilishni o'rgatib boraman. Sizlar faqat ikkita bir xiliga keyin start. Bo'ldi, ketdi. Faqat yashilga 0 ga tushsa yutqizasiz. Mana telefoningizni zaryadga qo'yib, levelni ko'tarsanglar bo'ladi. Nihoyatda qiyin lekin, chunki menimcha mablag' kichkina, 100 ekan. Menda qancha bor? Rostram nihoyatda kichkina. Lekin bir kunda bo'lib qoladi, bitta levelga o'tishingiz mumkin. Bu nihoyatda qiyin narsa, shuning uchun sizlarga ham tavsiya berib o'taman. Lekin level zo'r qiladi. Bu yerda o'zi 37 ta son bor. 0 bilan 37 ta, ya'ni son. Eng oxirgisi 36. Faqat 0 ga tushsa, ya'ni yashilga tushsa yutqizasizlar. Qizil bilan qoraga tushsa yutqizmaysizlar. Foyda ham bo'lmaydi, zarar ham bo'lmaydi. Shuning uchun level qachat qilish kerak bo'ladi. Men hozir mana o'sha 20 tadan oshiq o'ynadim. Mana mashdan mana bu yerdan boshlab o'ynargan. Tushib ketdi pastga, bo'ldi. Mashdan boshlab o'ynargan. Sanasanglar nihoyatda soni ko'p. Chiqtiramiz. Mana nechta aylantirganim mashdan ham ko'rsa. Mana qolganlar ham yutganlar, yutqizganlar 1x, 2x, 0.5 hammasi ketyapti. Men bo'lsa mana prosta o'tiraman 20 tadan. Shu mana orada bitta yashil 0 ham tushdi yaqinda. Lekin bu sizlarga juda ham foyda beradi. Mana ko'rasizmi, endi sizlarga bitta o'yinni, ya'ni o'yinni dice o'yiniga kiramiz. Bitta taktikani o'rgataman. Bu videoda yana taktikalar ham bo'lib o'tadi. Любойga qo'yasizlar. Keyin mana shu ham yomon bo'ladi. 2.22.2 qilsanglar chiroyli son ekan. Xohlasanglar boshqa qilinglar, xohlasanglar mana shu bo'lsin. Menga farqi yo'q. O'zingizlar xohlaganini qilinglar. Keyin meni bosmaysizlar. Hozir boshlaymiz. Mana qaranglar do'stlar. Ko'rasizlarmi? Yutqizsanglar 2x ko'taramiz. 100 bo'lsa endi 200. Davay. Bo'ldi mana foyda.
endi yana tushiramiz foiz. Mana shunaqa qilib ko'tarib bu ham levelga ham foyda ham olib keladi, ham zarar ham olib ketishi mumkin. Bittadan 10 ta minus ham bo'lib 2 barobar ko'tarilganda 1 troninglar ham yopilib ketishi mumkin. Shu sal riski bor. Keyin yana bitta eslatma. Mana chetlarga mamutlarga yoki mashtlarga yoki yana mashtlarga tushganda faqat foydada bo'ladi. 70% foydada. Iloji mana yana shu foyda. Ko'rasizlarmi? Endi zarar bo'lib ketdi. Endi 2x ko'taramiz. 200 bo'ldi. Yana zarar, yana 2x. Shu foyda. Ko'rasizlarmi? Mana shunaqa qilib pulinglarni ko'tarib olasizlar. Lekin mana shu zarar boshlandi. Shu foyda. Nimaga sababi bunda normalniy soqqa qolishinglar mumkin deyman, aniq. Lekin pulinglarni ham uxlatishinglar aniq. Chunki bitta shunaqalar zarar bo'lib ketaveradi. Oxirida pulinglarga uxlaysizlar. Shundan kattaroq balans bilan 1 ton bilan kirishinglarni maslahat beraman. Menda hozir 1 tron bilan kirsanglar 100 emas 300 qilib o'ynaysizlar. Shunda sal foyda normalniroq bo'ladi. Shuning uchun gazinglarni bosinglar. Shu mana foyda normalniy soqqalar aylantiryapti. Endi yana bitta o'zim taktika o'ylab topdim. Mana endi tegmayman. O'sha bekor. Yana minus. Endi 2x 400 ga qilib shu foyda mana normalniy. Bunda endi foyda desa bo'ladi. Mana bitta 0.20 edi. 0.020 edi. 21 qoldim pulimni. Shu sizlarga ham tavsiya berib qolaman shu taktikalar bilan. Sizlar ham normalniy dohodga ko'tarishinglar mumkin. Mana ko'rasizlarmi? Yutuqsiganinglarda 2x qilaveringlar. Baribir foydaga bir kun chiqadi. Normalniy soqqa bilan kirsanglar aniq chiqadi. Endi foyda ham qolishinglar bor. Gap 2200 bo'ldi. Shu joyda videoni tugatsa ham bo'ladi. Endi video ssilkasi opисание yoki kommentariyada ko'rasizlarmi? Zato foyda вообще mana shunaqa sizlarga tavsiya beradigan o'yinni keyin do'stlar like, komment yozinglar. Bitta zo'r strategiyam bor. Yana mana bosamiz. Level degan strategiya. O'shanda hozir bitta o'ynab sizlarga ko'rsatib beraman. Levellar boshdan kirib chiqmasak bo'lmaydi. Chunki yutqizib ketishimiz mumkin. Levelga olaman strategiyani. Hozir endi qanaqa ishlashini ko'rsatib beraman. 2.2. Menga shu yoqotdi, sizlar xohlang. Sizlar o'shani qolinglar. Mana ko'rasizlar. Foyda ketdi. Shu zarar ham ketdi-da, do'stlar ko'rasizlar. Shuning uchun azartga berilmaylar bu o'yinda. Ko'p pul bilan kirsanglar 100% yutib ketasizlar. Sababi bu yerda o'sha stop qilaman. Normalniy boyaga balans qaytarib oldim. Chunki bu yerda yutqizadi. Oxiri baribir foyda olib chiqadi. Chunki bu 2x ko'tarilib ketaveradi mana mablag' qo'shilib ketaveradi. 100 bilan kirgan bo'lsa. Siz agar mendagi kam 0.00 bo'ladigan bo'lsa hisobingiz bu level strategiyasini qo'llatishni maslahat bermayman. Shuning uchun kamida 1 ton bilan boshlab kirishinglar kerak. Bu strategiyani sotmoqchiman. Ya'ni $100 ga
bu yaxshi mana pul olib kelib berdi. Mana boshida zarar ham qilasizlar, lekin mana zarar mana 2x qo'shib boradi. Mana bitta zarar, bitta zarar 222 foyda. Bitta zarar 222 ketaveradi. Shunaqa qilib borasizlar. Bu yerda mana normalniy foyda. Like, komment yozish esdan chiqmasin. Obuna bo'lib qo'yinglar. Trompik sayti video ostida bo'ladi. Like, komment, поддержка qo'yinglar do'stlar. Foydali video kanalida bo'ldinglar. Hammaga xayr, ko'rishguncha.